Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. 9-mavzu mustahkamlash mavzusi. Hop, ega vazifa 36-mashq. Hunar va kasb nomlarini yozing. Yoqtirgan kasbingizga o'z munosabatingizni sonlar orqali bildirib qisqa matn tuzing. Hunar va kasb nomlari. Demak, hunarlar nomlariga kulolchilik, duradgorlik, o'ymakorlik, zardozlik, yana chevarlik, hunarga yana nimalar kiritishimiz mumkin? Masalan, hop, ustachilik larda kiritishimiz mumkin. Yana qizlarga mos hunarlardan tikuvchilik, qandolatchilik, larda kiritsak bo'ladi. Demak, kasblarga o'qituvchilik, shifokorlik, ichki ishlar xodimi, harbiy, masalan, bank xodimi, haydovchi, mana shularda kasblarga kiritsak bo'ladi. Yoqtirgan kasbingizga o'z munosabatingizni sonlar orqali bildiring. Bildirib qisqa matn tuzing. Demak, bu yerda hammani yoqtirgan kasbi har xil bo'lishi mumkin. Shuning uchun sonlardan ishtirok ettirib, turli xil sonlarda qo'shib qisqa matn tuzishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.